Sayr paytiga bolani olib chiqmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib bolalarni o'ziga o'sha murojaat qilamiz. Muqaddas Berdiyeva direktor o'rinbosari va tarbiyachi sifatida faoliyat yuritadi. 2018-yili shu sohaga kirib kelganman, ta'lim sohasiga. Dastlab tarbiyachi lavozimida ish boshlaganman. 2024-yil sentyabr oyidan boshlab direktor o'rinbosari lavozimida faoliyat olib kelmoqdaman. Bugungi kunda u o'z ishiga fidoyi mutaxassis sifatida e'tirof etilmoqda. Bu tashkilotda mening asosiy vazifam ta'lim-tarbiya jarayonini sifatli tashkil etish, pedagoglar faoliyatini muvofiqlashtirish hamda bolalar uchun qulay va rivojlantiruvchi muhit yaratishdan iborat. U ta'lim tashkilotida mentor vazifasini ham bajaradi. Yosh mutaxassislarga amaliy yordam ko'rsatadi. O'yin orqali ta'lim berishdir. O'yin orqali ta'lim berishda bola o'zini birinchi o'rinda mustaqilligini ta'minlaydi. Mashg'ulotlar zamonaviy metodlar asosida tashkil etiladi. Har bir jarayon bolalarda qiziqish uyg'otadi. Bolalarga sifatli ta'lim-tarbiya berishda STEM texnologiyasidan bola shaxsiga yondashuv, bolalarning o'ziga xos qiziqishlarini inobatga olgan holda shaxsiy yondashuv, keyin 4K modeli, zamonaviy innovatsion texnologiyalardan keng va samarali foydalanib kelinmoqda. Ta'lim jarayonida ota-onalar bilan samarali hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Ta'lim va tarbiya jarayoniga endi ota-ona ham o'zini hissasini qo'shish kerak. Demak, bolaning bilimini nazorat qilish kerak, bola bilan uyda ishlash kerak deb o'ylayman. Ana o'shandagina tarbiyachi ham, ota-ona ham o'zini ko'zlagan maqsadiga erisha oladi. U o'z mehnati orqali bir qator yutuqlarga erishgan. Tarbiyachi sohasida lavozimda ikkinchi toifa olgan bo'lsam, hozirgi kunda ham tarbiyachi sohasida, ham direktor o'rinbosari lavozimida birinchi toifalarni qo'lga kiritganman. Kasbga sadoqat bilan yondashadi. Kelajak avlod tarbiyasiga munosib hissa qo'shmoqda.